Assalomu alaykum aziz o'zbekistonliklar, akalar, ukalar, og'alar. Allohdan so'radik, yomg'ir berdilar. Allohni bu ne'mati bo'ladi. Iltimos, optimcha kartoshka, piyoz, guruch sotadigan akalar, produkt sotadigan akalar, karochi bu Allohning ne'matiga qimmat qilib sotaman deb, yomg'ir yog'di, qor yog'di deb qo'shib Allohning qahriga uchrab qolmaylar ha. Iltimos qilaman, narxni ko'tara olmaylik. Allohning g'azabiga uchrasizlar, bu Allohdan so'rab borilgan yomg'ir qorlar bo'ladi. O'shaning uchun ehtiyot bo'linglar. Allohga shek keltirib qo'ymanglar ha. Narxni ko'tara olmaylar. Iltimos. Iltimos qilamiz faqat sizlardan. Videoning tagiga hop kimda kim narxni ko'tarsa, Alloh qahriga uchrasin. Siz omin deb yozib keting. O'sha inson ko'tarmaydi narxni. Xudo xolasa, narximiz bir xilda turadi. Alloh rozi bo'lsin. Alloh buyuk mana. Xudo ko'rsatib qo'ydi haqiqiy. Yomg'ir so'radik, mana bir haftada yomg'irni berdi. Allohga shel keltirib qo'ymaylik-a, optimcha akalar. Ukalar, iltimos. Ekranga tars urib tashlaylar. Hamma ko'rsin, hamma optimchilar ko'rsin. Ko'tarilmasin narxi. Endi hamma qarshi shu narsaga. Chiroyli bo'ladi O'zbekistonda aholisi. Bu qor yomg'irga qarab narxni ko'tara olmaylar. Iltimos. Ekranga urib tashlaylar, like bosib, jo'nataverlar, butun dunyo ko'rsin shuni. Hamma biladi keyin nimaligini.